Assalomu alaykum. Maktabgacha ta'lim tashkiloti jismoniy tarbiya yo'riqchilari yozgi sog'lomlashtirish oylik rejamiz tayyor bo'ldi. Mana birinchi beti tasdiqlash. Mana bu yerdan kirish qismi boshlanadi. 2026-yil 26-maydagi 185-sonli buyrug'ining birinchi ilovasi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligini. Mana bu yerda ishlarni qanday tashkil etish, jismoniy faollik, sog'lomlashtirish tadbirlari. Mana bu yerda esa jismoniy tarbiya yo'riqchilarini vazifalari, nimalar qilishimiz kerak, mana shu yoz davomida qiladigan ishlarimiz. Mana bu esa sog'lomlashtirish shakli va metodlari, ya'ni jismoniy mashqlar qildirilishi. Bu ham ilovasi hisoblanadi, metodik tavsiyadagi ilova. Mana bu yerda chiniqtirish, yo'llarda yurgizish, tabiiy materiallar zonasi, qum toshlar bilan ishlash, bu chiniqtirish. Mana bu yerdan esa olib boriladigan ish rejamizni oyligi. Bu iyun oyi uchun, ya'ni suv oyligi deyildi. Suvni tejash, suvni asraymiz, kelajakni asraymiz mavzusida. Kichik guruhlar uchun mana birinchi haftasi tabiat va suv, hayot manbai. Ikkinchi hafta suvdan samarali oqilona foydalanish. Uchinchi hafta va to'rtinchi hafta bu yerda. Albatta birinchi haftada ikkita mavzu o'tiladigan bo'lsa, o'sha mavzuyingizni mana kutilayotgan natijalardan mavzularingizga olasizda, bittasida mavzuyingizni o'tasiz, bittasida tadbir qilasiz. Mana suvsiz hayot yo'q bayrami, jismoniy chiqishlar, keyingisida suv hayot manbai tadbiri, suvni tejaymiz estafetalik o'yinlar. Xuddi shunday bu oylik rejamiz iyun oyi uchun. Mana bu iyul oyi va avgust oylari uchun. Bu yerda ham xuddi o'sha tadbirlar, suv qiroli mehmonda tadbirida chiqishlar qilamiz. Otam, onam, men sport musobaqasini o'tkazamiz. Ya'ni avgust oyida. Mana bu yerda esa mana iyun oyida kunlik rejamiz. Bu yerga sana qo'yilgan. Sanada o'sha haftada 2 marta o'tadigan bo'lsangiz, ikkita sanani qo'yasiz. Kichik guruhlaringiz. Mana bu o'sha haftada qiladigan ishlaringiz. Tayyorlov qismida nimalarni o'tasiz? Rivojlantiruvchi mashqlaringiz, asosiy qism, tadbiringiz nomi va yakuniy qism.